Akalar sizlarga вообще mashina. Tiguan sun'iy mashinamiz. 2008-yilda ishlab chiqarilgan. Probeglari 598 ming yurgan. Mashina holati yaxshi holatda turibdi. O'zingizlar uchun bitta chexol, bitta polikcha qilib olasizlar. Bozor o'charga qanaqadir ishlagan mana borishinglarga yaxshi holatdagi mashina. Buni ishqozlari bor, bilaman. Juda ko'p so'raladi bizdan. Yaxshi holatda turibdi mashina. Propanlagacha даже установка qilib qo'yilgan deyilyapti. Bu mashinani bizdan olib maza qilib haydashinglar uchun 14 million so'mga baraka qilib beramiz. Egalarining nomerini pastda qoldiraman. Bemalol murojaat qilib olishinglar mumkin. Bitta ikkita joyda ozroq ishlari bor. O'zingizlar uchun buni qildirib olsanglar bo'ladi, lekin hech qanaqa ayb yo'q. Balonlar yaxshi holatda turibdi.